Ikkinchi jahon urushidan keyin butunlay vayron bo'lgan mamlakat. 60 milliondan ortiq aholi ishsiz, ularning har uchinchisi uysiz va kelajakka ishonchsiz. Bu davlat qisqa vaqtda o'z iqtisodiy mo'jizasini yaratib, dunyoning 3-boy davlatiga aylanishini hech kim xayoliga ham keltira olmasdi. O'sha paytlar egasiz qolgan, o'z taqdirini o'zi hal qila olmaydigan Germaniyaning keyingi hukmi boshqalar ixtiyorida qoldi. Potsdam dunyoning yangi geosiyosiy hayoti Berlindan uncha uzoq bo'lmagan mana shu mo'jaz shahardagi birgina kelishuv ortidan o'zgarib ketdi. Urush tugaganidan 2 oy o'tib, g'olib ittifoqchilar Yevropaning keyingi yarim asrlik tarixini belgilashdi. Sobiq ittifoq, AQSh va Buyuk Britaniya davlat rahbarlari qatnashgan Potsdam konferensiyasida Germaniya va Berlin shahri 4 ta hududga bo'lib olindi. Shu bilan Potsdam bitimi Germaniya ustidan g'alabadan keyingi Yevropa xaritasini qayta chizgan. Bir vaqtning o'zida sovuq urush boshlanishining ramziga aylangan kelishuv ham edi. Keyinchalik AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya sektorlari birlashib, ulardan Federal Germaniya Respublikasi, sobiq ittifoq qo'llovidagi sharqiy davlatdan Germaniya Demokratik Respublikasi tashkil topdi. SSSR GDRni Sovet viloyati qilib